Omonboyeva Shahnoza 1993-yil Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida tug'ilib o'sganman. Maktabni tugatgach, Toshkent pedagogika kollejiga topshirganman. Imtihonlarni a'lo baholarga topshirib, 3 yil davomida shu kollejda bilim va ko'nikmalarimni oshirganman. 2022-yil kollejni tugatib, Toshkent shahar Chilonzor tumani 536 davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga ishga qabul qilinganman. Ishga qabul qilinganida rahbarimiz Muhiddinova Munavvar Habibullayevna birinchi bergan savollari bolajonlarni yaxshi ko'rasanmi? Bolajonlarga ularning injiqliklarini, ota-onalarning injiqliklarini ko'tara olasanmi? Bu kasb juda ham mashaqqatli kasb deb menga savol bergan. Men o'zim yoshligimdan bolajonlarni yaxshi ko'radigan qiz bo'lganman. Onajonim o'qituvchi bo'lganlari uchun men ham shu sohada ishlashga qaror qilganman. Hozirda shu sohada 3 yildan buyon ishlab kelmoqdaman. Yaqinda birinchi qaldirg'ochlarimni maktabga kuzatdim. Maktabga kuzatish oldidan bolajonlarimiz psixonevrolog ko'rigidan o'tar ekan. Psixonevrolog ko'rigiga har bitta bola kirib suhbatlashganida bolalarim kirib ketgan paytida bolalarimni xuddi bir imtihonga kirgandek kuzatganman. Bolalarim hammasi yaxshi savollariga javob berib, oxirida psixologimiz psixonevrolog chaqirib yonlariga necha yildan beri ishlaysiz bu sohada deganlar. 3 yildan beri ishlayman. Bizdan bolajonlaringizni ko'zidagi quvnab turgan ko'zlari hech qachon so'nmasin. Men sizni bolalaringizni ko'zidagi quvonchni ko'rib, o'zim hayajonlanib ketdim. Siz eshikning oldida har bitta bolangizni quchoqlab, omad tilayman bolam deb turganlaringizni eshitib o'tiribman. Bu yoqda men hayajonlanib ketdim deb psixologimiz aytganlar. Bitta Asila degan qizim bo'lgan, savol bersa, mana shu harf nima? Hammasini aytib bergan, o'qib bergan. Qaysi bog'chaga borasan desa, mana shu deb meni ismimni aytib berdi. Keyin ota-onasi telefon qilib, yig'lab, ming rahmat sizga. Sizday bog'chapasini qo'lida qizim tarbiya topgandan juda ham xursandman deb rahmatlarini aytgan. Shu sohada ishlayotganimdan kasbim bilan faxrlanaman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev maktabgacha ta'lim sohasiga ko'plab e'tibor qaratmoqdalar va yangi qarorlar qabul qilyaptilar. Shular yuzasidan bolajonlarimiz hozirgi kunda eng yaxshi zamonaviy bilimlarni olib kelmoqdalar va yaxshi sharoitlarda o'qib, bilim va ko'nikmalarni oshirmoqdalar. Shu bois prezidentimizga 536-maktabgacha ta'lim muassasasi xodimlari tomonidan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va rahmat aytamiz.